Assalom. Assalom. Dilaring bor jonlarim. Barakalla joyingiz. Siz birinchi ustozim. Salom aziz bolajonlarim. Barakalla bolajonlarim. Yaxshi dam olib keldilaringmi? Aziz bolajonlarim, hammamiz darsga tayyormizmi? Hammamiz kayfiyatlarimiz zo'rmi? Barakalla. Bo'lmasa bugungi darsimizni boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, bugun sinfda kim navbatchi, nazoratchi? Bugun men Ahadjonova Turg'una sinfda navbatchi va nazoratchiman. 3-D sinfimizda jami bo'lib 26 ta o'quvchi bo'lib, 11 tasi qiz bolalar. Hozirgi darsga hamma tayyor. Hafta kunimiz seshanba, o'lkamizda qish fasli. Qishning oxirgi kunlari, havo ochiq. Biz kutgandik bahor taftini. Qarang oftob yuzin qizardi. Sog'ingandik bahor faslini. Qarang bahor isi sezildi. Aziz o'quvchilarim, mana biz intiqib kutgan bahor faslimiz eshik qoqmoqda. Bizni vatanimizda bahor fasli boshqa o'lkalarga qaraganda o'zgacha tarovat, maftunkor kayfiyatga kirib keladi. Bu kayfiyat biz barchamizga yuqadi. Ayniqsa bizni ona O'zbekistonimiz o'zgacha tusga kiradi. Hurmatlilarim, azizlarim, vatan deganda nimani tushunasiz? Vatan nima o'zi? Vatan arabcha so'z bo'lib, ona yurt degan ma'noni bildiradi. Vatan bizning uyimiz, vatan bizning ko'chamiz, soylardagi suvimiz, mazza qilib ichamiz. Vatan bizning tog'imiz, olma anor bog'imiz, bug'doy arpa dalamiz, mazza qilib o'ynaymiz. Oltin to'la konimiz, tandir to'la nonimiz, vatan maktab onamiz, o'qishni o'rganamiz. Vatan mening onamsan, issiq quchog'ing, olamda yagonasan, aziz tuprog'ing, kelajaking buyukdir, yashna doimo. Vatan seni bugun tanli dunyo. Barakalla bilimdon o'quvchilarim. Bizni mustaqil O'zbekistonimizda yana qanday jarayon bo'lmoqda hozirgi kunlarda? Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim uyg'onish jarayoni ketmoqda. Hurmatli prezidentimiz bu jarayonga boshchilik qilmoqdalar. O'zbekiston zamini qadimda ikki uyg'onish davriga guvoh bo'lgan. Renessans so'zi italyancha uyg'onish degan ma'noni bildiradi. Barakalla. Aziz o'quvchilar, demak biz 3-Renessans davrining yosh avlodlarining Abdus Kim, Al-Farg'oniy, Amir Temur, Behbudiy kabi ulug' allomalarning davomchilarimiz. Biz mana shu allomalarimizni davomchilari ekanligimizdan o'zimizda faxr tuyg'usini sezib, mana shunday chiroyli, go'zal, mustaqil diyorda yashayotganimizga o'zimizda shukronalik hissini tuyishimiz kerak, o'quvchilar. Biz demak bu yo'lda albatta hurmatli prezidentimizning yonida yelkama-yelka turib nima qilamiz? Birgalikda qadam bosamiz. Barakalla. Bilimdon o'quvchilarim, hammamiz darsga tayyormiz? Hushyormiz? Barakalla. Demak darsimiz ona tili darsi. Biz o'tgan ona tili darsimizda qaysi mavzu bilan tanishgan edik? Sifat so'z turkumi. Barakalla. Demak biz sifat so'z turkumini sizlar bilan tanishganmiz. Hozir men sizga bilimlarni qanchalik eslab qolgan qobiliyatingizni sinash uchun birinchi qator bilan qaynoq mikrofon o'yinini o'tkazamiz. Bu o'yinni bilamiz-a? Kimki qo'lida mikrofon uzoq turib qolsa, bilingki qo'lingiz kuyib qoladi. Shuning uchun sifat so'z turkumiga doir so'zlarni chaqqonlik bilan aytamiz hammamiz. Qanday shirin, Qanday rang-barang, qanday achchiq, qanday shirin, qanday quvnoq, qanday baland, qanday chiroyli, qanday qizil, qanday yashil, qanday chiroyli. Ikkinchi qator bilan endi bilimlarimizni sinash uchun to'g'ri, noto'g'ri o'yinni o'tkazamiz. Hammamiz bu o'yinni o'ynaganmiz-a? Ha. Biz uchun
Aniq. Demak, men qoidalar aytaman ona tiliga doir. To'g'ri belgisini ko'rsatasiz. Agar to'g'ri javob bo'lsa, agar mulohaza noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri belgisini ko'rsatasiz. Tayyormisiz? Ha. So'rov gap oxiriga nuqta belgisi qo'yiladi. Barakalla. Shaxs va narsani nomini bildirgan so'zlar ot so'z surkumi deyiladi. Barakalla. Bo'g'inlardan gaplar hosil bo'ladi. Bo'g'inlardan gaplar hosil barakalla. Buyruq, istak, maslahat ma'nosida aytilgan gaplar oxiriga nuqta belgisi qo'yiladi. Nuqta belgisi qo'yiladi. Bu qanday gap deyildik? Ha, barakalla Hoji Akbar, bu to'g'ri mulohaza edi. Davom ettiramiz. 3-qator bilan quvnoq ko'p yoqlar o'yinini o'ynaymiz. Biz hammamiz ot yasovchi qo'shimchalarni bilamiz. Ot yasovchi qo'shimchalari tushganda siz mana shu qo'shimchalar bilan birgalikda gap hosil qilishingiz kerak. Tayyormizmi? Ha. Marhamat Zuhraxon. Chi qo'shimchasi ishchi. Barakalla. Kor qo'shimchasi g'allakor. Barakalla. Chi paxtachi. Ishchi. Zor. Gulzor. Barakalla. Chi o'g'ilchi. Paxtator. Zor. Lozim. Lozim. Dosh. Maktabdosh. Barakalla bilimdon o'quvchilarim. Ilmlaringiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Darsimiz matematika darsi. Matematikadan olgan bilimlaringizni esga olish uchun sizlar bilan biz do'stim bilan birga o'yinini o'tkazamiz. Bunda har bir guruhdan 2 tadan do'stlar qatnashadi. Marhamat, uchala guruhdan 2 tadan o'quvchi. Aziz bolajonlar, mana uchala guruhdan ham birgalikda do'st dugonalar chiqishdi. O'yinimiz sharti, demak, mana shu gullarning ichidagi berilgan topshiriqni bajarasiz. Bu o'yinimiz do'stim bilan birga. Bir do'stimiz ochib turadi gullarni g'unchasini, ikkinchi do'stimiz uni ichidagi misolni yozib birgalikda ishlaymiz. Boshladik. Demak, bu o'yinda qizlar jamoasi g'olib bo'ldi. Qarsaklar. Barakalla, o'tiring. Hurmatli aziz o'quvchilar, bugun biz o'qish darsimizda, sinfdan tashqari o'qishda kim bo'lsam ekan mavzusida suhbatlashamiz. O'sib yildan yil 17 ga to'lasiz. Kasblar juda xilma-xil. Sizlar kimlar bo'lasiz? Qani Zuhraxon, siz kim bo'lmoqchisiz? Men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman, xalqimga xizmat qilaman. Men kelajakda harbiy bo'lib mamlakatimizga xizmat ko'rsataman. Men kelajakda zo'r general bo'laman, mamlakatimga xizmat qilaman. Men kelajakda katta bo'lsam, harbiy bo'lib vatanimga xizmat qilaman. Barakalla aziz o'quvchilarim. Demak, sizlar yurtimizga, ona vatanimizga foydasi tegadigan chiroyli kasblarning egasi bo'lishingizni men ham tilab qolaman. Bugun biz sizlar bilan maktabimizda tashkil etilgan kasb hunar xonasiga sayohat uyushtiramiz. Maktabimizda tashkil etilgan kasb hunar o'rgatish xonasiga tashrif buyurdik. Bu xonani boshqaruvchisi bizni ustozimiz Qo'ziboyeva Madina ustoz bo'ladi. Madina ustoz, assalomu alaykum. Charchamayapsiz. Ustoz o'quvchilarga chevarchilik sirlari bilan o'rgatish bilan birga landshaft, dizayner kabi
sohalarni ham bilimlarni berib boradi. Ustozga savollarimiz bormi? Ustoz, zo'r dizayner bo'lish uchun nima qilish kerak? Zo'r dizayner bo'lish uchun hurmatli o'quvchilar, birinchi biz yaxshi o'qishimiz kerak, rasm chizishni bilishimiz kerak, o'zimizda chiroyli g'oyalar, rang tanlashlarni bilishimiz kerak. Dizaynerlik kasbi hozirda eng nufuzli kasblardan biri hisoblanadi. Kelajakda biz chiroyli kasb egasi, dizaynerlik kasb egasi bo'lishimiz uchun biz chiroyli liboslarni eskizini nima qilamiz? Yaratib borishimiz kerak. Shu eskiz orqali chevarlarimiz, tikuvchilarimiz chiroyli liboslarni yaratib bizga nima qiladi? Taqdim etishadi. Assalomu alaykum hamshira ustoz, charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Aziz bolajonlarim, mana biz dunyoda eng sharafli, mas'uliyatli kasblardan biri hamshira opamizni huzuriga keldik. İçinizde barchamiz shifokor bo'ladigan o'quvchilarni olib keldim ustoz, siz oldingizga. Yaxshi. Ustozimizga savollar bormi? Hamshira bo'lish uchun qanday tavsiyalar berasiz? Hamshiralik sharafli kasb hisoblanadi. Bu kasbda egallashimiz uchun yaxshi bilimga ega bo'lishimiz kerak. Biologiya, ximiya fanlarini yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Topqir, aqlli bo'lishimiz kerak. Alaykum assalom. Kelinglar o'quvchilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Mana biz o'quvchilar bilan hozirgi kunda eng rivojlanib borayotgan IT sohasi bo'yicha sizdan ma'lumotlar olgani kirdik. Mana shu o'quvchilarimiz barchasi kelajakda sizni sohangizdan ketishmoqchi. Ularga qanday tilaklaringiz bor? Kompyuterni yaxshi bilish uchun nima qilish kerak? Xo'p, demak, kompyuterda birinchi avvalo yaxshi bilish uchun birinchi kompyuterni o'rganish kerak-da. Kompyuterda birinchi uni yoqib ishlatishda, yoqqandan keyin qurilmalarni tanishish kerak. Misol uchun, kompyuterda mana ko'rib turibsiz, qurilmalar bor, monitor, klaviatura, sichqoncha. O'sha har bitta qurilmaning vazifasini o'rganish kerak-da. Ana undan keyin o'sha kompyuterda ichidagi dasturlar bilan ishlashda o'rganasizlar. Kelajakda bloger bo'lmoqchiman, nima qilish kerak? Xo'p, yaxshi. Demak, xabarlarim bor. Mana bugungi kunda mana shu blogerlik kasbi juda ham jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Xo'p, demak, bloger bo'lish uchun birinchi o'rinda mana shu kompyuterdan foydalanishni hamda telefonda olingan videolarda mana shu kompyuterda montaj qilishni bilish kerak va mana shu bloger bo'lish uchun misol uchun yuritiladigan mana ijtimoiy tarmoqlar bor, Telegram, Instagram, qaysi ijtimoiy tarmoqni yaxshi o'rgansangiz, o'sha tarmoq orqali blogerlik qilishingiz mumkin bo'ladi. Men Oripova Dilorom, farzandim 56-maktabning 3-D sinfida, Turg'unay opamning sinfida tahsil oladi. Turg'unay opam juda ham ajoyib darslari qiziqarli, kelib o'zimiz ham kuzatamiz, ota-onalar bemalol kelib kuzatishlari mumkin degan darslarini kuzatamiz. Ajoyib darslar o'tadi, bolalar juda ham qiziqadi. Men ham shu Kitobxon Quvat tumani hokimligi tomonidan o'tkazilgan Kitobxon oila tanlovida qatnashib, faqatlik 2-o'rinda qo'lga kiritganman. Farzandlarimga ham kitob o'qishni maslahat beraman. Bular bilan ham bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkillash maqsadida har kuni uyda oilaviy kitoblar o'qiymiz. Darslarda ham ustoz musobaqa tarzida har hafta bitta kitobni tugatishib, musobaqa tarzida kitoblar o'qishadi bolalarimiz. Mening oyim ham ko'p kitoblar o'qiydi. Men oyimga havas qilaman. Men ham kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Oxirgi marta o'qigan kitobim Xudoberdi To'xtaboyev kitobi bo'ldi. Xudoberdi To'xtaboyevning Shirin qo'llar mamlakati kitobini o'qidim. Juda ham qiziq. Sizlarga ham o'qishni maslahat beraman. Mana biz hurmatli prezidentimizning targ'ibotlari bilan maktabimiz miqyosida, sinfimiz miqyosida kitobxonlik tanlovlarni o'tkazib boryapmiz. Biz o'quvchilar bilan birgalikda bu tanlovga hatto ota-onalarni ham jalb etganmiz. Bizning sinfdagi eng faol ota-ona kitob o'qish bo'yicha men bu safargi g'olib deb Oripova Diloromxonni ma'qul topdik. Biz sinfimiz nomidan mana shu kitobxon oilaga mana shu o'zimizni arzimas sovg'amizni taqdim qilmoqchimiz. Sizlarga o'xshagan kitobxon oilalar ko'payaverishini tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Biz o'quvchilarimizga dars jarayonlarida, tadbirlarimizda vatanparvarlik ruhini singdirib boryapmiz.
Nima qilyapsizlar? Ey o'g'lonlarim, urush yomon odatni ko'ringan bilim oling, zero yoshlikda o'rganilgan bilim toshga o'yilgan naqshdekdir. Güzel bulsan, taht içine güzel bulsan, eski güzel bulsan, Allah'ım. Her amin huzur bulur, şahdimden gün yarışsın, yüzü yağmur oğlum, uyan oğlum, dur oğlum. El bulsa yiğit can. Nima qilyapsizlar o'g'lonlar? Telefon o'ynamanglar, telefon o'ynash yomon odat. Undan ko'ra kitob o'qinglar. O'qiymiz. Aziz bilimdon o'quvchilarim, mana bugungi darsimiz barchaga yoqdimi? Barakalla. Men sizlarni kelajakda buyuk O'zbekistonimizni buyuk vorislari bo'lishingizga albatta ishonaman. Shuning bilan darsimiz tamom. Hamisha sog' salomat. 30 yillik pedagogik stajga ega Solidinova Turg'unoy ustoz mana maktabimizdagi eng oldi pedagoglarimizdan. Boshlang'ich sinflar hammasi ham yaxshi. Hammasi ham oliy toifali, kuchli pedagoglar, lekin Solidinovani bitta o'rni ham, nufuzi ham yetarli darajadagi pedagog ustozlarimiz. Bular endi hozirgi zamonaviy texnologiyalarda bolalarga saboq beradi. O'ylaymanki, shunaqa ustozlarning qo'lida katta bo'lgan, qo'lida tarbiyalangan bolalar vatanga yetarlicha xizmat qiladigan, vatanga kerakli kadrlar bo'lib yetishadi. O'qituvchilik kasbining ichida eng mas'uliyatli kasb bu boshlang'ich sinf o'qituvchisi deb bilaman. Sababi maktabga ilk qadamni qo'yayotgan bolajonlarga mehrini ayamagan ustozlar hisoblanadi boshlang'ich sinf ustozlari. Chunki fundamentni shu ustozlar qo'yadi. Eng ilk ta'limda, ilk bilimda shu boshlang'ich ta'lim beradi deb bilaman. Mana shu fursatdan foydalanib men bugun Solidinova Turg'unoy ustozga 30 yillik tajribaga ega ustozdan juda ko'p narsalarni egallaganmiz, o'rganganmiz. Chunki bu ustozimiz hayot saboqlarida, ish tajribamizda bizga ko'plab o'rnak ko'rsatgan ustoz hisoblanadi. O'zi mas'uliyatli, vijdonli, tashabbuskor ustozlardan hisoblanadi. Ko'p badiiy kitoblar o'qigan uchun dunyoqarashlari ham keng. Bemalol biror nimani o'rgansak tortinmay so'raveramiz. Bu ustozdan ko'p narsani o'rgandik va o'rganyapmiz. Biz bu ustoz bilan faxrlanamiz. Farg'ona viloyati Quva tumaniga qarashli 56-umumta'lim maktabida 30 yildan ziyod faoliyat yuritib kelayotgan Solidinova Turg'unoy jamoada o'zini o'rniga, hurmatiga erishgan, o'zi yosh shogirdlarga bilim berishda izlanuvchan, ishlab charchamaydigan ustozlarimizdan biri. Hayotda ham o'z o'rnini topgan, jamoada ham shogirdlarning oldida o'ziga yarasha hurmati, e'tiborga loyiq inson. Biz jamoada u qizni hurmat qilamiz. Ish faoliyatida ko'pgina yutuqlarga erishgan, ko'plab sinflarni tarbiyalab, ta'lim berib, vatanimizga munosib qilib, har tomonlama barkamol avlodni yetishtirishda munosib hissasini qo'shgan fidoyi ustozlardan biri deb hisoblaymiz. Assalomu alaykum. Ismim Omadbek Alijonov, Solidinova Turg'unoy ustozimiz, bizning boshlang'ich sinf o'qituvchimiz bo'lishgan. Ustozimiz juda ham qattiqqo'l va talabchanlar, lekin mana shu talabchanlik va qattiqqo'llik ortida ulkan mehr va haqiqiy tarbiya bor edi. Bugungi kunda Farg'ona shahridagi nufuzli o'quv markazlaridan birining asoschisiman va shu yerda asosiy o'qituvchi sifatida o'z faoliyatini olib bormoqdaman. Shu darajaga erishishimda ustozimiz Solidinova Turg'unoyning mehnatlari juda ham ulkan va men ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ustozim, siz bergan bilim avloddan avlodga o'tadigan boylikdir. Siz men uchun nafaqat ustoz, balki haqiqiy hayot murabbiysiz. Doimo vaqtingizga sog' va salomat bo'ling. Bolajonlar, mana men sizlarga o'xshab yoshlik paytimda ilk ustozlarim bo'lgan Hamida va Hamida ustozni uyiga keldik.
Ustoz bizga juda ham chiroyli saboqlarni bergan. Ustozlarni yo'qlab tursak, bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguncha tor bo'ling, baxtimizga sor bo'ling, ilk partaga Bu Turg'unoy o'quvchiligida ham alohida turardi. Bularning oilalarida Soliddinovalar alohida edi o'zi hammalari. Tursunoy, mana opalari, Turg'unoy sinfda ham alohida ajrab turardi harakatlari bilan, o'qishlari bilan, odobi, axloqi bilan. Nima desak qilardi. Biron marta gap qaytarganini, keyin yuzimizga ham tik qaragani bilmaganmiz. Men xohlardim keyingi hozirgi qizlar ham shularga o'xshashini. Rahmat. O'xshashini, tanjoqlari sog' bo'lsin. O'qishlarida ham namuna edi. U paytlar paxtalar bo'lardi. Paxtalarda ham eng ilg'orlar bo'lardi bular. Ishlarda ham, o'qishlarda ham hammaga namuna bo'lishardi bular. Men xohlardim endi hozirgi o'qituvchilar, ustozlarni ham shularga o'xshashsa, kattalarni hurmat, kichiklarni izzat qilib, ishlarini astoydil sevsa. Hozir prezidentimiz juda ham katta sharoitlar beryapti. Qarang, oliy toifali ustozlarga hatto subsidiyali uylar beryapti deng. Havasimiz keladi. Biz ham oliy toifa bo'lganmiz. Unda bunaqalar yo'q edi mana. Sizlar astoydil ishlanglar endi toifalarda olinglar. Rahmat uylarda olinglar, bolalaringni holiga zo'r ishlar qilinglar. Mana hammasini prezidentimizga ming rahmatlar aytaman eshitib turib. Chunki biz oilamiz hammasi ustozlar, uch qizim ham, demak uch kelinim ustoz, o'qituvchilar. biz ham sizga havas qilganmiz, ustoz. Sizlarning yo'llaringizdan boraylik deganmiz. Sog' bo'lsin. Ilohim bundan ham ishingiz ilgari qilsin. Rahmat. Harakat qilavering. Harakatda gap yo'q baribir. Harakatda gap yo'q. Mana hozir texnikalar rivojlangan, kompyuterlar. Qarang, hamma yo'q, xonalarni qarang. Hamma yo'q bor mana. Shunday qo'ysangiz ko'rsatyapti, aytyapsiz. Bolalaringizni ham qarang, chiroyli kiyinishib. Mana xursand bo'ldim bularni ko'rib. Kelganlaringga ham rahmat, sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Ilohim omadingizni bersin. El oldi bo'ling, yurt oldi bo'ling. Bizga o'xshab shunaqa medallar olishga erishishni Alloh nasib qilsin. Sizga ham uzoq baribir chekkada bo'lsangiz ham mehnat qilaversiz, Alloh bilar ekan. Biz bo'lmasa eng chekkada maktabda bilmaydi ya, biz shuncha ish qilsak ham dedik. Alloh o'zi qarang bilmay qoldik. O'qishdan nimamiz o'tib, mana taqdirlandik. Shukrlar bo'lsin. Shukrlar bo'lsin. Sizlarga ham nasib qilishini Allohdan so'rayman.